Moskva hamda Moskva viloyatidagi va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik tajribaga ega ishonchli hujjat xizmatlarini tavsiya qilamiz. Ro'yxatdan o'tkazish va uni uzaytirish, turli xil ma'lumotnomalar, bazalar bo'yicha tekshiruv xizmatlari mavjud. Muhim eslatma. Amina ilovasi to'liq ishlamayotgani sababli ro'yxatdan o'ta olmaganlar ushbu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Hozirning o'zida ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo va WhatsApp orqali yozing. Donald Tramp AQSh qo'shinlarini Eronga kiritilishini istisno qilmadi. AQSh Eron rejimini to'liq mag'lub etadi. Hammasi juda yaxshi ketmoqda, dedi Amerika rahbari. Biz hali deyarli hech qanday harakatlarni boshlaganimiz yo'q. Tez orada Eronga juda katta zarbalar to'lqini berilishi rejalashtirilmoqda, deya ma'lum qildi u. Eron Netanyahuning ofisiga va Isroil havo kuchlari rahbari joylashgan hududga zarba berdi. Eron Islom inqilobi quruvchilari korpusining xabar berishicha, mamlakat kecha tongda Netanyahuning ofisiga zarba bergan. Oqibati esa hozircha noma'lum. Donald Tramp va men dunyoni Eron tahdididan qutqaryapmiz, dedi Benyamin Netanyahu. Men eronliklar Yevropani nishonga olishini aytgandim. Shunday ham bo'ldi, dedi Isroil bosh vaziri Eronning Kiprga bergan zarbasini nazarda tutib. Yaqin Sharqdagi operatsiya davomida AQSh harbiylarining qurbonlari soni 18 tagacha yetdi. CNN. Eron zarbasidan omon qolgan bosh vazir Netanyahu bayonot berdi. Biz urushni Eron xalqi uchun sharoit yaratish, zulm yukini ko'tarish uchun boshladik. Eron terrorchi rejimi nafaqat Isroilga tahdid solmoqda. Kecha ular mintaqadagi ko'pgina mamlakatlarni o'qqa tutdilar. Bugun ular Yevropani ham o'qqa tutmoqdalar, deb ma'lum qildi u. Fransiya rahbari Emmanuel Macron mamlakatning yadroviy arsenalini ko'paytirish va jangovar kallaklarning aniq sonini tasniflashni buyurdi. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning ta'kidlashicha, Washington Eron oliy rahbari Ali Xomaniyga hujum qilmagan va mamlakatda hokimiyatni almashtirishni maqsad qilmagan. Biz endi himoyachi emasmiz. Biz jangchilarmiz. Dushmanlarni o'ldirish va ularning irodasini sindirishga o'rgatilganmiz, dedi AQSh urush vaziri Pete Hegseth. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi brigada generali Husayn Jabbari: bizning kuchlarimiz 3000 ta birinchi va ikkinchi avlod raketalarini uchirdi. Yaqin kunlarda biz 3 va 4 avlod ballistik raketalarga o'tamiz, deb ma'lum qildi u. Dmitriy Medvedev 3-jahon urushi boshlanishi mumkinligini aytdi. 3-jahon urushi hali boshlanmagan, lekin agar Tramp o'z yo'lida davom etsa, har qanday vaqtda boshlanishi mumkin, dedi Medvedev. Vaziyat to'liq kuchaygan taqdirda Eron raketalari Ukraina, Gretsiya, Bolgariya, Ruminiya, Moldova, Germaniya va Italiyadagi AQSh harbiy bazalariga ham hujum qilishi mumkin, deya ma'lum qildi ommaviy axborot vositalari. Ispaniya Trampga Eronga hujum qilish uchun o'z harbiy bazalaridan foydalanishni taqiqladi va shu sababli u yerda joylashgan AQSh havo kuchlari tankerlarini chiqarib yubordi. El País nashri. Xitoy Eronni xavfsizligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishda qo'llab-quvvatlaydi, deb ma'lum qildi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi. AQShning Eronga qarshi operatsiyasi epik g'azab faqat havo orqali amalga oshiriladi, dedi AQSh urush vaziri Hegseth. Agar siz amerikaliklarni o'ldirsangiz, agar siz yer yuzining istalgan joyida amerikaliklarga tahdid qilsangiz, biz sizni uzr so'ramasdan va ikkilanmasdan ta'qib qilamiz va o'ldiramiz. Biz bu urushni boshlamadik, lekin Tramp davrida biz uni tugatmoqdamiz. Eron o'zining yadroviy shantaj ambitsiyalari uchun an'anaviy qalqon yaratish uchun kuchli raketalar va dronlarni yaratdi. Yana bir bor aytaman, yadroviy shantaj ambitsiyalari uchun an'anaviy qalqon. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaga o'lim va Isroilga o'lim deb hayqirgan rejimga Amerika va Isroil tomonidan o'lim berildi. Bu rejimni o'zgartirish urushi deb ataluvchi narsa emas, lekin rejim haqiqatan ham o'zgardi. Tehron muzokara olib bormadi. Ular raketa zaxirasini to'ldirish va yadroviy ambitsiyalarni yangilash uchun vaqtni cho'zib qo'yishdi. Ularning maqsadi qo'shinlarimizga zarba berish bilan tahdid qilib, bizni garovga olish edi. Tramp bu o'yinlarni o'ynamaydi.
Biz bu urush shartlarini boshdan oxirigacha belgilab qo'ydik. Bizning ambitsiyalarimiz utopik emas, ular realistik. Bu Iroq emas, cheksiz emas. Hech qanday ahmoqona kelishuv qoidalari yo'q. Millat qurish yo'q, demokratiya qurish yo'q. Biz g'alaba qozonish uchun kurashyapmiz va vaqtni yoki hayotni behuda sarflamayapmiz. Bunday katta sa'y-harakatlar qurbonliklar bilan birga keladi. Urush do'zaxdir va har doim shunday bo'ladi. Biz buni Trump tanlagan Amerika birinchi bo'lish kerak shartlari bilan tugatamiz. Boshqa hech kimning emas, chunki shunday bo'lish kerak, dedi AQSh urush vaziri Pete Hegseth. AQSh senatori Chris Murphy hech kim bu urushni xohlamagan. AQShdagi odamlar oziq-ovqat, sog'liqni saqlash va energiya uchun arzonroq narxlarni xohlashgan. Endi bularning barchasi yanada qimmatlashadi. Bu urushni portlashlarni yaxshi ko'radigan va o'zi ishtirok etgan bolalarning jinsiy savdosi mojarosidan chalg'itishga muhtoj titroq chol boshlagan, deb ma'lum qildi u. Eron xavfsizlik kengashi kotibi Larijonining ta'kidlashicha, Eron Qo'shma Shtatlardan farqli o'laroq uzoq davom etadigan urushga tayyor va Eronni himoya qilish uchun barcha choralarni ko'radi. Tinch aholi punktlariga qilingan har qanday hujumlar qabul qilinishi mumkin emas. Nizolarni kuch bilan hal qilib bo'lmaydi. Biz Yaqin Sharq mamlakatlarini bunday usullardan voz kechishga qat'iy chaqiramiz, deb ma'lum qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi. Dmitriy Medvedev AQSh Rossiyadan qo'rqishini aytmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyadan qo'rqadi va yadroviy mojaroning narxini biladi. Bu Rossiyaning kafolatidir, dedi Rossiyaning sobiq rahbari. NATO bosh kotibi Mark Rutte Donald Trampni Xomaniyni o'ldirgani uchun olqishladi. NATO bosh kotibi Mark Rutte AQSh rahbari Donald Trampni bosh qo'mondon erkin dunyo yetakchisi deb atadi hamda Eronda sodir bo'layotgan voqealarni chin dildan maqtashini aytdi. Xomaniyni yo'q qilish, Eronning yadroviy imkoniyatlarini yo'q qilish, bu juda muhim, dedi Rutte. Eron Natanzdagi yadro obyektiga zarba berilganini e'lon qildi. Eron Natanz shahridagi yadro obyektiga zarba berilganini ma'lum qildi. India Times xabariga ko'ra, Xalqaro atom energiyasi agentligi mazkur hodisa oqibatida radiatsiya tarqalish xavfi borligidan ogohlantirdi. Kuba navbatdagi nishon bo'ladi. AQSh senatori respublikachi Lindsey Graham keskin bayonot bilan chiqish qildi. U o'z nutqida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniy va Venezuela rahbari Nicolas Maduro haqida gapirib, Kuba navbatdagi nishon bo'lishi mumkinligini bildirdi. Grimning ta'kidlashicha, Kubadagi kommunistik tuzum zaiflashgan va uning sanoqli kunlari qolgan. Shuningdek, senator Eronni xalqaro terrorizm markazi deb atab, mamlakatdagi hokimiyat yaqin orada qulashi mumkinligini ta'kidladi. Hozircha mazkur bayonotlar yuzasidan rasmiy munosabatlar bildirilmadi. Yevropada gaz narxi 20% ga oshdi. Dushanba kuni savdolar ochilishi bilan Yevropada gaz narxi 20% ga qimmatlashdi. Bu holat AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy harakatlari fonida kuzatilmoqda. Amerika qo'shinlari joylashgan Iroq shimolidagi Erbil aeroporti ustida 3 ta dron urib tushirildi. Reuters. Yaqin Sharqdagi qo'shni va do'stona davlatlar uchun yagona yechim bu amerikaliklarni va ularning bazalarini mintaqadan haydab chiqishdir, dedi parlamentdagi Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi raisi Ibrohim Aziziy.